O'zbekiston va Kolumbiya terma jamoalari o'rtasidagi bahsda birinchi golni Kolumbiya urganidan so'ng stadionda o'tirgan o'zbekistonlik muxlisning bolakayning ko'zlariga yosh keldi va uni ovutish maqsadida stadiondagi kolumbiyalik muxlislar O'zbekiston deya hayqirishdi. Mana bu videoni bitta ko'ring. Uzbekistan! 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 Natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar men doim O'zbekiston milliy terma jamoasini qo'llab-quvvatlayman. Omad yetishmagan o'rinlar bo'ldi. Umumiy olganda yomon o'yin bo'ldi deb ayta olmaymiz. Abbosbek Fayzullayev O'zbekiston tarixida jahon chempionatida gol urgan ilk futbolchi bo'ldi. Uni ham tabriklaymiz va keyingi o'yinlarda Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi kechadigan bahslarda jamoamiz yigitlariga omad va muvaffaqiyatlar tilayman. Biz siz bilan olg'a bo'rlar.